2024-yil dunyo bo'yicha 689 milliard dollarlik mebel sotilgan. O'zbekistonga shu yili 67 million dollarlik tayyor mebellar import qilindi. O'zbekiston mebelchilari 2024-yilda taxminan 460 million dollarlik mebel ishlab chiqarishgan. Ularni 40 milliondan sal ortiqroq miqdori boshqa davlatlarga eksport qilingan. Bu statistik ma'lumotlarni nimaga keltiryapman? Ayni vaqtda men O'zbekistondagi eng katta ish bilan ta'minlovchi va bu ish bilan ta'minlagan insonlarni aksar qismi ayollardan iborat bo'lgan. Qolaversa, O'zbekistondagi eng katta eksportyor bo'lgan Ayko kompaniyasidaman va shu kompaniyani ta'sischisi Farhod aka Faxruddinov bilan maza qilib suhbat qilamiz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Rahmat kattakon yo'q demaganingizga bu suhbatga va men umid qilamanki, bu suhbat eng zo'r suhbatlardan bittasi bo'ladi. Mana YouTube sahifamdagi. Iltimos aka, o'zingizni qisqacha tanishtirib bersangiz kuzatuvchilarga. Ismim Farhod Faxruddinov. Shu korxonaning rahbari va ta'sischilaridan biriman. Aykoni tarixi 2008-yildan boshlanadi. O'sha ishlab chiqarish fabrika sifatida, o'sha brend sifatida birinchi bo'lib, endi bizani o'zimizning ichki tadqiqotimiz bo'yicha 2008-yilda o'sha O'rta Osiyoda birinchi shu Aykoda dala hovli mebeli, ya'ni o'sha outdoor mebeli shu fabrikada ishlab chiqarilgan. Shu paytdagi birinchi standart degan nomli nimamiz bor. Qasini qo'yib yuborsa bo'ladi. Rasmiy ham qo'yib olamiz rasmini. Haligacha mana bitta turganlari bor 10 yildan beri. Birinchi bo'lib shu yerda ishlab chiqarilgan. O'sha paytdan demak Aykoni tarixi boshlanadi. Bu haliga ratang mebeli, to'g'rimi? To'qima, ratang. Men eshitishim bo'yicha Ayko shu to'qilgan ratang mebellarni O'zbekiston Markaziy Osiyodagi birinchi bo'lib ishlab chiqargan kompaniya. Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib shu korxonada ishlab chiqarilgan. Bu demak to'g'ri ma'lumot men eshitdim. To'g'ri ma'lumot. O'sha birinchi standart degan model ishlab chiqarilgan, keyinchalik endi u yerda 10-15 ta odamlar bilan boshlangan o'sha paytdagi asoschilari. Biz endi bu korxonani 2017-yilda sotib olganmiz, o'sha territoriyasi bilan boshqasi bilan. Lekin o'shanda mana birinchilardan bo'lib Deko degan model ham ishlab chiqarilgan. O'zi aslida uni hamma yoqda Deko bo'lib ketgan. Hozir endi uni xonadonlarda ham ishlab chiqarib tashlashyapti. Hattoki Qozog'istonda ham o'sha modelni ishlab chiqarib Deko degan nom qo'yishgan. O'zi aslida Deko degan nom shu yerda bo'lgan va u modelni bugungi ko'rinishi ham shu yerda ishlab chiqarilgan. Chunki u o'zi Xitoy modeli, no uni 50% tubdan o'sha dizaynni o'zgartirib chiqarilgan. Demak, Deko modelining asoschisi Ayko. Albatta. Buni o'sha Instagram sahifamizdan, Facebook sahifamizdan o'sha yilga anaqalardan ko'rib olsa bo'ladi. O'zi juda ko'p modellarimiz bor. Shu yerda o'zimiz ishlab chiqarib, dizaynni qilib, noldan kelganimizda, lekin hozir mana ishlab chiqaruvchilar ham ko'payib ketdi. O'sha ratangoviy mebellar ham. Ulardan ko'pi bizani eski dilerlarimizni keyinchalik o'zligiz ishlab chiqarib, ochib, boshqa qilib shu hattoki o'sha ishlab chiqarganda ko'chirib nomini ham o'zgartirmay shunday ko'chirib. Mana Deko yaqqol misol. Victoria degan modelimiz bor, boshqasi bor. Endi bitta savol berish etdi. Yomon qiziqtirdi meni. Mana Aykodan chiqib ketib, misol uchun endi rozi qilibman, rozi qilmasdanmi chiqib ketib, shu ko'chirib, mana shunaqa yo'llar bilan ishlagan kompaniyalarning yopilib ketganlari ham bormi? O'zi ham baraka topmay bo'lgan. Bunaqa korxonalar bo'lgan. Endi boshidan unaqa nima deydi, jostki temalarga o'tdi mavzularga. Xo'p, bunaqasi ham bo'lgan. Endi nomini aytib o'tirmayman. Hozir ichida yopilib ketgani ham bor, boshqasi ham bor. Bittada 20 ta odam olib ketgan holatlar ham bo'lgan. Endi ancha oldin. Umuman olganda Aykoni sindiramiz deb ochilgan korxonalar juda ko'p. Afsuski, go'da bilmaymiz nima yomonlik qilganmiz. Lekin shunaqa holatlar endi baribir quloqqa chalinadi. Endi maqsad qo'yilgan maqsadda o'zi noto'g'ri-da. Ya'ni bunaqa maqsad qo'yib ishlayotganlarga qanaqa qaraysiz? Masalan, agar uni maqsadi Aykoni sindirish emas, katta kompaniya quraman,
aka men ham O'zbekistondagi top mebel kompaniyasi bo'laman deb sizni oldingizga kelsa, masalan, bir xodimingiz, qanaqa qaraysiz unga? Bunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan. Ko'p xodimlarimizga o'sha endi mana filial deymiz, o'sha regionlarda filial ochib berganmiz. Hattoki Toshkentning o'zida ham kichkina mini sexlar ochib berganmiz. Shunchaki bizga yordam berib, endi bizani zakazlar bilan birga ishlashi uchun. Endi buni kooperativное производство deydi. Kooperatsiya deydi. Ya'ni bir korxonani o'zi bo'linib, bir nechta o'zi дочерний предприятияda hosil qilib, ular o'sha bitta zakazni hamma bitta mahsulotni bir nechta korxonalar o'sha outsourcda ishlashi, bunaqa praktika bizda bugungi kunda juda ko'p. Zo'r. Maqsadimiz O'zbekistonda mebel va yog'och-sozlik sohasining obro'sini ko'tarish va sohani rivojlantirishga hissamizni qo'shishdir. Video muallifning xohishiga ko'ra, soha rivoji uchun foyda berishi mumkin bo'lgan insonlar bilan yoki fabrikalarda suratga olinadi. Hech kim va hech qachon bu loyihada ma'lum mablag' evaziga qatnashishga yo'l qo'yilmaydi. Xo'p, azli bugungi videomiz uzun bo'ladi, chunki mana hozir biz tanlab olgan mavzular juda ham zo'r. O'zingiz aytdingiz, mana ssenariy qanaqa bo'ladi deb so'radingiz, o'zingiz ssenariyni tuzib berdingiz menga hozir. Keling, endi o'shalar haqida birma-bir gaplashib chiqsak. Xo'p, Ayko O'zbekistondagi eng katta ish beruvchi kompaniya. To'g'rimi? Shu haqida. Shunaqa ma'lumot endi buni biz bilmaymiz. Bu ma'lumotni o'sha tepadan kelgan edi. Bizani chaqirib, o'sha intervyu qilib, boshqa qilib, go'da o'zimizdan hayron qolamiz. O'sha eksportdan birinchi o'rinni olsalar, o'sha nima Coviddan keyingi paytlarda o'sha eksportdan birinchi o'rinni olsalar, bizning sohada, mebel sohada. Keyin eng katta ish beruvchi ekansalar, endi bu yili o'sha 24-yil statistikasi qanaqa biz bilmaymiz, lekin o'sha 1-2 yil oldin har holda shunaqa statusga ega edik. Zo'r. Demak, eng katta ish beruvchi, lekin fokus umumiy nimaga qaratilgan? Masalan, ko'p men bir xil kompaniyalar bor, nima uchun ishlaysan desa, ko'p odamlarni ish bilan ta'minlash uchun deydi. Sizlarda o'zi unaqa emas fokus. Bular по пути deydi-yu, yo'l-yo'laga erishib kelinayotgan natijalar demak, tushunishim to'g'rimi? Korxonaning maqsadi ko'p, fokuslari ham ko'p. Ulardan biri albatta ish bilan ta'minlash. Sababi bu biznesni o'zi mana dala hovli mebel handmade narsa, endi qo'l bilan yasaladigan narsa. Endi bizda ikkita направленияmiz bor, yo'nalishimiz. Bittasi o'sha dala hovli mebel, outdoor mebel, bittasi indoor mebel, ya'ni uy uchun jihozlar. Endi ham indoor yo'nalishimizda endi ko'proq avtomatlashgan o'ta asbob uskunalar, o'sha stanoklar, boshqalar. Bu yerda bo'lsa haligacha o'sha qo'l mehnati. Shu sababli odam ko'p. Odam sal kengayish uchun odam yig'ishimiz kerak va noiloj odamlar bilan ish olib borishimiz kerak. Shuning uchun bizani kengayishimiz bu o'sha odamlarni, juda ko'p odamlarni ish bilan ta'minlash bilan barobar. Endi ish bilan ta'minlash deganda ham uni to'g'ri ta'minlashi bor. Rasmiylashtirib, uni texnik xavfsizligi, boshqasini hammasini joy-joyiga qo'yib, motivatsiyasi masalan ta'minlash kerak. Endi bir xillarda eshitamiz, ayrim bir holatlar bo'ladi. Bu albatta hech qachon bir yaxshilikka olib kelmaydi. Farg'onadagi dizaynlarni misol uchun yasashda nimadan o'zi ilhomlanadi Ayko kompaniyasi? Endi har xil o'sha hammaga ma'lum bo'lgan nima bo'lib, internet albatta. Internetdagi Pinterestlar, boshqalar. Lekin o'zimizning nimalarimiz, razraботkalarimiz juda ko'p. Endi asosan hammasini o'zimiz qilamiz noldan. Sababi endi biz qayerdir ko'rib ilhomlanib, keyin o'zimizning uslubda qilamiz. O'sha boyaga aytilgan nimada, jarayonlarda noldan o'sha chizmasi qilinadi, 3D modelini qilinadi, hammasi podbor qilib, keyingina seriyniy производствоga beriladi. Xo'p, o'zimizning endi razraботkalar juda ko'p. Ulardan bittasi degandek mana 2 yil oldin milanlik ikkita dizayner bilan hamkorlik qilib, ikkita italyan bilan hamkorlik qilib, shu onlayn gaplashib, boshqa qilib
bir divan yaratganmiz, Yada degan. Bunaqasini qo'ysanglar bo'ladi, rasmini. Uni ham bir 4 oymi 5 oy gaplashib, to'g'irlab, butini qilib, oxiri shu modelni qildik. 5 oy mobaynida yasalgan. Yasalgan, boshqa qilingan. Va uni patentlaganmiz aytgandek. Shu patentladik. Bu bilmayman, menimcha O'zbekiston miqyosida bizda birinchi bo'ldi bu bo'yicha ham. Ya'ni italiyalik dizaynerlar bilan hamkorlikda, o'sha kollaboratsiyada yaratilgan, ya'ni konsepsiya qanaqa edi? O'zbek narxlariga italiyacha mebel, italiyacha uslubidagi mebel. Shunaqa bir konsepsiya ostida shu narsani qilganmiz. Demak, italiyaliklar bilan hamkorlikda mebel yasalgan va bu bo'yicha har qayerda O'zbekistonda birinchilardan bo'libsiz. Nima bo'ldi keyin? U italiyalik misol natija qanaqa bo'ldi? Savdosi bo'yicha misol. Zo'r savdosi, o'zi ham bir noodatiy ko'rinishga ega bo'lgan divan. Savdosi ham, boshqasi ham zo'r. Endi biza mebel yaratganda albatta faqat savdoga qaramaymiz, albatta trendga, o'sha yangi modaga qaraymiz. Hozirgi paytda misol uchun mana eko stil juda trendda, mana yangi modellarimiz bor. Xo'p, byudjetnilardan boshlaydigan bo'lsak, mana bu yangi modelimiz bor, Apollo deb nomladik. Buni noyobligi shundaki, bu o'sha eko stilda, ya'ni tabiiy ko'rinishga ega bo'lgan xomashyodan qilingan. Aslida bu ratang, lekin Bu ham ratangmi? bu o'sha arqonga o'xshatib qilingan. Buni stoli o'sha yuza qismi HPL dan, ya'ni o'sha Hammaga ma'lum bo'lishga ulgurgan. suvdan o'sha hamma narsaga chidamli. Xo'p, mana bunaqa modellarimiz bor. Endi bu o'sha eko stilda qilingan modellar. Mana bular yangilik, o'sha ham eko stilga oid modellar va mana bu yerda yana 2024-yilda trendi bo'lgan model. Bu haligi tropicheskiy, o'sha baliyskiy stil deyiladi. Ya'ni suvdan qo'rqmaydigan o'sha tropicheskiy yog'ochlardan. Bu yog'ochi tropik joylardan, iqlimda o'sadimi, ya'ni shu? Aslida suvdan qo'rqmaydigan yog'och turi. Tropik demaymiz, endi o'shanga o'xshatib qilganmiz. O'zi haqiqatda suvga chidamli, suvga, qorga chidamli narsa va buni to'qilishi mana bunaqa uslubda yangicha, trendoviy. Buni endi odamlar ichkariga ham qo'yilyapti, boshqa o'sha katta brendlar, o'sha amerikanskiy Ashley'lar qilishdi shuni. Bizda endi mana birinchi bo'lib biza qildik. O'ziga yarasha noyob va narxi ham zo'r buni, hamyonbop. Mana birinchi bo'lib qilish qiyinroq, aka. Bozorni ixtiro qilasiz, ya'ni bozor yaratadi deydi. Qiyin-u, lekin bu narsaga juda qattiq qiziqamiz, ya'ni birinchilardan bo'lishga har doim harakat qilamiz. Albatta. Trendlarni siz ixtiro qilasiz. Trend yasaysiz-da, masalan. Endi komanda bilan birga yo'q, Icon aytaman. trend qilishga harakat qilamiz. Zo'r. Farhod aka, 5-6 yil garantiya berilardi-yu. Bu anaqa perepletka olib kelib berishgan. Bu bizani mahsulot emas. O'sha nomini aytmayman. O'sha nima deydi? Konkurentlardan kelgan narsa, bizani mahsuloti. Masalan, ko'p keladi. Mana shu narsa 2 yil ham bo'lmay mijoz olib kelishdi, mana bunaqa ahvolda qurib ketgan. Shunaqa buni qaytadan o'zimizdan ratangda sifatli qilib o'raveramiz. Bunaqa ko'p bo'ladi bunaqa holatlar. Demak, farq katta ekanda sizlarni. Iltimos qilib tashlab ketishdi. O'zi aslida olmaymiz, chunki bunisiga o'zimizdan mahsulotga 2 yil garantiya beramiz. Aslida bizning mahsulot 10 yildan ortiq srok ekspluatatsiya deymiz, xizmat qiladi. Lekin buni mana ahvoli. Endi bu arzon anaqadan qilingan, xomashyodan qilingan, mana bunaqa Sinib ketyapti. Sinib ketadi. Buni endi ozgina qo'shiladigan narsalari bor, o'shalarni noto'g'ri qo'shishgan. Misol uchun, Ico'da qimmat degan gaplar eshitib qolamiz. Bekorga emas ekanda. Shunaqa qimmat deyshadi, endi sababi mana 5-10 yil. Ahvol 2 yil. Zo'r. Rossiyada ham bemalol muammosi turibdimi sizlarning? Rossiyada ham o'sha sovuq joylarida ham turibdi, Dubayda turibdi, o'sha issiq anaqada plaj oldida o'zimizni tanish nimaga qo'yganmiz. Mana 5 yil bo'ladi turibdi. Hattoki mana Amirsoyda 22.90 da bilasizmi, balanda
2290 balandlikda Ha. restorani bor. O'sha yerga ham qo'yganmiz, 5 yil oldin qo'yganmiz. U yoqda issiq bo'ladi, sovuq bo'ladi. Qor yog'adi. Keyin men rasmlarni ham ko'rsatib beraman. Qor yog'adi, o'sha issiq bo'ladi, boshqa bo'ladi, tegishmaydi, shunda turaveradi. Haligacha turibdi, hattoki mana yaqinda 1 oy bo'ldi davlat rahbarimiz, Qirg'iziston davlat rahbari bilan Ha, rasmlar rasmga chiqishdi. O'sha Aykonikimi? Biz ham Reklama zo'r-da mana. reklama zo'ri bo'ldi o'sha. Reklama zo'r bo'ldi. Bu reklama qilmasdan reklama qilishdi-ku. Bitta savol berish hozir yodimdan ko'tarilibdi. Boshidan berishim kerak edi aslida. Bu savolni Ayko kompaniyasini eng oliy maqsadi nima? Avvalambor O'zbekistonni sha'ni deb o'ylayman. Chunki tovarlarimizning 70% eksportga chiqarkan, albatta bu O'zbekistonni ishlab chiqarishi, O'zbekistonni yuzini, har holda O'zbekistonning sha'ni, obro'sini qanaqadir bir holatda biz ham nima deydi, shu tovarimiz orqali ko'rsatib beramiz. Esingizda bor, mana boshida birinchi bo'lib Rossiya bozoriga chiqqanimizda endi qo'pol bo'lsa ham aytaman, o'zbeklar oshdan boshqa yana mebel qilishni ham bilar ekanmi degan gaplar ham bo'lgan. Shunaqa deyishganmi? Ha, shunaqa gaplar bilan endi hazil bilan bo'lgan, boshqa bo'lgan. Boshida hattoki bitta ikkita shu partnyorlarimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilganligini yashirgan. Chunki bu sohada, misol uchun o'sha outdoor mebelda, misol uchun Rossiya bozorida Xitoy mahsuloti va Turkiya mahsuloti ko'proq lider bo'lgan, endi asosiy Xitoy. Va bugungacha o'sha hali ham o'sha Xitoy mahsuloti va Turkiya mahsuloti bilan baslashamiz biz. Raqobatlashamiz. Ko'p holatlarda o'sha nima deydi? Endi narximiz Turkiyadan arzon, Xitoydan sal baland, lekin sifat bo'yicha Xitoydan ham kerak bo'lsa Turkiya mahsulotidan ham yuqori bo'lgani uchun ko'pincha bizani tanlashadi. Lekin boshida shunaqa holatlar bo'lgan, rostdan ham o'sha Osh qilishdan boshqa narsani ham bilishadimi? shunaqa gaplar ham bo'lgan. Hozir esa bizning brendimiz mana Qozog'istonda, Rossiyada Aykoni juda yaxshi tanishadi. U yerda ham представительlarimiz bor va eng qizig'i shu O'zbekistonni aynan shu sohadagi mebeli juda sifati yuqoriligini E'tirof qilishadi, bilishadi odamlar. Qo'y. Juda ham xursand bo'ldim men bu gapni eshitib, to'g'risi kutmagan edim. Chunki men ham harakat qilamanki, masalan, O'zbekistonni faqat osh, non, shu yeguliklar bilan tanishmasa, mahsulotlarimizni, ularni mahsulotlarimizni ishlatgan holatda bizni tanishsa deb nima qilardim? Harakat qilaman to'g'risi. Farhod aka, ayni vaqtda Aykoda nechta odam ishlayapti? Aniq bir soni yo'q, sababi oyiga bir 50 ta odam ishdan bo'shaydi, 50 ta odam ishga keladi. Yo'q. Kuchga katta. Sababi men qo'l mehnatidaman, asosan to'quvchilar. Shu 50% to'quvchilar o'zi aslida. Bunda bizda bir statistika bor. Ya'ni 4 ga 1 statistika. 4 ta odam kelsa, bittasi ketadi, bittasi qoladi. Chunki mehnat og'ir. O'zimizda mana uchepka deymiz, o'sha o'qituv anaqasini markazini, o'quv markazini qilib qo'yganmiz. Fabrikanchida o'quv markazi bor. Albatta, shu to'qish bo'yicha o'rgatamiz, stipendiyasini to'laymiz, hamma sharoitini qilib beramiz, kelishadi, o'rganishadi. Bitta o'sha mutaxassis chiqargunizgacha bir 6 oygacha vaqt ketadi. 3 oydan 6 oygacha. Shuni oralig'ida juda ko'p ketadi, chidomiy, ko'p keladi. O'quvni o'zida o'qish. O'quv jarayonida o'zida. Shuning uchun bugungi kunda bir 700 ga yaqin, 680-670 ta ishchimiz bor. Endi hammasini olganida, sababi bu fabrikani o'zida yarmisi bo'lsa, qolgan yarmisi mana Toshkent viloyati bo'yicha filiallarda 10 ta filialimiz bor. O'sha yerda qolganlar o'sha yerda joylashgan. Va meni xursand qilgani, o'sha Bekobodga ham birga bordik. O'zingiz mana Aziz akam bilan birga bordik. Juda ham xursand bo'ldim. Ayollarni ish bilan ta'minlar ekan Ayko. Aksar qismi ayollarmi shunda? Ha, ayollar ham ko'p bizada. Aksar qismi bo'lmaydi-yu, lekin ayollar ko'p. Endi buni ham nimasi shundan iboratki, bu ish, to'quv ishi bir joyda o'tirib, endi
haligi sovuqda ichkarini issiq qilib berganmiz. Tashqari suvda ichkarini sovuq qilib berganmiz, konditsioner bilan boshqa bilan. Bitta joyda o'tirib, shu kerakli sharoitda shu juda mayda ishda o'tirishadi, mayda ish. Shuning uchun ko'pincha erkak kishilar haligi nima deydi? Bolalar bor yosh-yoshlar, zerikib qolishadi. Ayollarga bitta joy bitta joyga qo'yib, sekin to'qib o'tirishga yaxshi ish. To'qiganda gapda, to'g'rimi? Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Endi o'shaning uchun ayollar ko'p bizada. Razrabotka mavzusiga o'tsak aka, mana sizlarda modellar har qayerda haligi Ayko'ga xos. Masalan, mana ko'z oldimizga keladi-ku, qanaqadir avtomobil kuzovini ko'ramiz va uni bu Mercedes ekan deymiz yoki bu BMW ekan deymiz. Bu narsa Ayko'da ham bor. Bu nimadan kelib chiqadi? Demak, sizda, ya'ni Ayko'da product design bo'yicha department, ya'ni bo'lim bor va bu bo'yicha alohida mutaxassis shug'ullanadi, shunaqami? Albatta. Alohida bo'lim bor, marketing bo'limi, keyin razrabotka bo'limi bor. O'zi mana g'arb mamlakatlarida bizga o'xshagan korxonalar juda kamda. Mana O'zbekistonda o'sha MDH hududidagida anaqalarda shunaqa tushuncha borki, ana mebelchimi bo'ldi, u sotish kerak, u yengillik yaratish kerak va ishlab chiqarish kerak. Aslida hozirgi nima deydi, o'sha tendensiya bo'yicha bu 3 ta korxona bo'lishi kerak aslida. Kimdir dizayn qiladi, kimdir sotadi, kimdir ishlab chiqaradi. Mana misol uchun Xitoyda ham shunaqa. Ishlab chiqaruvchi korxona bor, mebelni dizaynini qilib beradigan korxona bor va uni o'sha realizatsiya qiladigan alohida o'zini targoviy domlari bo'ladi, o'sha alohida korxonalar. Ya'ni alohida korxona deganingiz bir-biriga bog'liq bo'lmagan, ya'ni bir-biriga bog'liq bo'lmagan. boshqa strukturasi har xil, aslida bitta joyda jamlanganligi, mana bizda bitta joyda jamlangan. Bitta joyda jamlanganligi bu o'zi bir unikal holatda aslida. Sababi mana o'sha aytayotgandek marketing bo'limi bor, o'sha razrabotka bo'limi bor. Va shu yerda noldan hammasi o'zimiz razrabotkasini qilib, noldan o'sha injenerlarimiz bor, 3D modellarni yasaydigan dizaynerlari bor, o'sha modelingni qiladigan alohida, keyin o'sha interyerga qo'yib beradiganlar alohida. O'zi korxonada Ayko'da yangilik bir yaratish, bir bitta mebel qilishimiz juda nima deydi, endi texnologik ravishda kechadi deb aytamiz har doim. Ya'ni birinchi bo'lib shu ideya bir anaqa paydo bo'lgandan keyin uni birinchi chizmasini yasaymiz. Chizmasi bo'lgandan keyin uni 3D modeli yasaladi. 3D modeli keyin SolidWorks degan nimada, dasturda SolidWorks ishlatasizlarmi? Albatta, SolidWorks ishlatiladi. O'sha metal karkasli narsalarga albatta o'sha mutaxassisimiz bor. To'xtang. SolidWorks bu azizlar, SolidWorks haqida ma'lumot beraman. Bu injenerlar ishlatadigan dastur, to'g'rimi? Injenerlar ishlatadi va yuqori ko'nikmalar, yuqori ilm va tajriba talab qiladigan dastur. Demak, Ayko SolidWorks'ni ishlatadi. Qanchadan beri ishlatasiz? Ancha bo'ldi, bir 5-6 yil bo'ldi. 5-6 yildan beri. Unda haligi mahsulotni simulyatsiyasini qilish mumkin. Masalan, albatta. Uni yasamasdan turib, misol uchun tashqi ta'sirlarga, quyosh, suv va xohlagan kuyga solib ko'rish mumkin. Mana biza nima qilamiz? O'sha 3D modelini yasagandan keyin, karkasini yasagandan keyin temirda har bitta o'sha svarishni shov deymiz, o'sha shofini hisoblab chiqishadi. Endi GOST bo'yicha misol uchun o'tiradigan mebel 120 kilo ko'tarish kerak. Shu 120 kiloni qo'yib beradi imitatsiya qilib. Ves qo'ygandan keyin har bir o'sha paykalari, har bitta svarishni shoflariga tushayotgan nagruzka, truba qanaqa bo'lishi kerak, diametri qanaqa bo'lishi kerak, uni qalinligi qancha bo'lishi kerak, har bittasi hisob-kitob qilib, bunda ko'rsatadi o'zimni qizil qilib qo'yib. Buni hozir anaqaga ham ko'rsatsa bo'ladi, hozir qo'yamiz, albatta. Hozir mana kadrlarni qo'yib ketamiz SolidWorks'da. Va rahmat sizga bu narsani aytganingiz uchun, chunki men o'ylayman, bu kompaniyani tijoriy sir deydi-ku. Tijorat siri bo'ladi o'zi.
Lekin mana aytdingiz, bu sfera uchun, umumiy mebel sohasi uchun juda katta yordam bo'ladi deb o'ylayman. Bu ham biza nima uchun bu narsaga kelganmiz? Bitta narsa yengil yaratganingizdan keyin, bitta model qilganingizdan keyin uni yasash kerak albatta. Birinchi prototipini yasash kerak. Yasashga vaqt ketadi. Chunki seriyni производствоdan kimdir tortasiz, qilib ber deysiz. Uni yoqmagandan keyin qayta o'tini to'g'irlab, u juda kompyuter bu tezib kechadi. Va imitatsiya deganda bolalar hattoki gravitatsiyani o'zgartirib yoki bir qanaqadir shamollarni imitatsiya qilib, misol uchun shu kreslani o'sha uchirib ketish uchun qanaqa shamol esishi kerak, qanaqa tezlikda. Shu savollarga ham javob bera olamizda. Ya'ni o'sha kompyuterda hammasi qilinadi. Maxsus bir o'sha injenerlarimiz, spetsialistlarimiz bor. O'qitganman. Zo'r, lekin SolidWorks menga rosa bir yengillik bo'ldi va qolgan mebelchilarga ham shuni tavsiya qilardik. SolidWorks dasturi sizni juda ko'p xarajatlardan to'sadi. Mana hozir Farhod akam aytayotdilar, bitta modelni yasash uchun ancha vaqt ketadi, xodimlarni fokusi bo'linadi, qilayotgan ishini tashlab ishlash kerak va qanaqadir muammo bo'lsa uni to'g'irlashga yana vaqt ketadi, to'g'rimi? SolidWorks mana shu muammolardan xalos bo'lishingizga yordam beradigan dastur. Gap bo'lishi mumkin emas aka. SolidWorks haqida aytganingiz zo'r bo'ldi. Va bu mavzuda yana qo'shimcha qilmoqchi bo'lsangiz bemalol. Agar o'sha SolidWorksdan qilingandan keyin keyingi etap o'sha dizaynerlarga beriladi. Dizaynerlar o'sha tashqari obshivkasini o'sha kerakli ratang bo'lsa, ratang, bir qanday tkanydan qilinsa, yumshoq mebel bo'ladigan bo'lsa, o'sha tkanydan qilib, o'sha oxirgi holatini 3D ko'rinishda shu rahbariyatga ko'rsatishadi, boshqa qilishadi. O'shani tasdig'i olingandan keyin esa mana razrabotkani o'zini alohida o'sha ishlab chiqarishda bo'limi bor. Bitta odam faqat shu razrabotka narsalarni birinchi prototiplarni yasaydiganlar. O'zligingiz shuni yasab, chizmalar asosida hammasi tayyor bo'lgandan keyin chizmalarga qo'l qo'yib, tasdiqlab, keyingina seriyniy производствоga beriladi. То есть mana shu etapimiz bizda bor va albatta bu narsani bosqichma-bosqich hammasi ko'zda tutilgan. qoyil, okey. Bitta savol tug'ildi shu joydan hamda. Mana siz o'zingizni mebelchi deb hisoblaysizmi? Menejer deb hisoblaysizmi? Kimni hisoblaysiz o'zingizni? Endi men mebelchi Aykoga kelib bo'ldim. Ungacha Undan oldin men o'zi iqtisodchiman. O'zim o'sha Vostokovediyani bitirganman. Sharqshunoslik bitirganman. O'sha xalqaro iqtisodiyot bo'limida, Xitoyshunos fakultetida. Xitoyshunosman aslida. Xitoy tilini bilasizmi? Bilaman. Xitoyda ham yashaganmisiz? Xitoyda o'qib kelganman. Voy, qoyil. Shuning uchun bilamiz. O'shanga mebelda endi Ayko bilan boshlaganman. Aslida o'zi o'sha avtomatlashtirish, tizimlashtirish, menejment sohasi menga juda qiziq. siz avval mebel yasab ko'rmagansiz o'zingiz umuman? Yo'q. Demak, katta mebel kompaniya qurish uchun o'zi haligi drellarni ko'tarib, ishlab nima qilib yurish shart emas ekan demak. Endi nima deydi? Texnik tomondan tushunish foyda beradi. Albatta bir qanaqadir texnik bilimlar bo'lishi kerak. Bu albatta bor, bo'lgan. Lekin uni mebelni olib, o'sha mebelchilikdan boshlanmagan bu narsa. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu rosa menga zo'r nima bo'ldi? Insight bo'ldi. Mebel kompaniyani qurish uchun mebelchi bo'lish shart emas. Qaysi ko'nikmalar, qanaqa misol skilllar bo'lish kerak insonda katta kompaniya qurish uchun? Ijodiy yondashuv bo'lish kerak odamda albatta. Keyin shu nima deydi, bir tizimni qurish qobiliyati, rahbarlik qilish qobiliyati, menejmentni to'g'ri yo'lga qo'yish qobiliyati va albatta me'yorida faqat nima deydi, bir ideallik qobiliyati bo'lishi kerak, me'yorida faqat. Chunki endi bizda shu narsa bor, to idealga erishmagunimizcha tinmaymiz. Perfeksionizm deydimi bu? Perfeksionizm. Endi perfeksionizm ruscha qilib aytganda громко сказано deydi-yu. Shunga yaqinroq bir narsa demoqchiman. Ideallikka intilish. Ideallik. Mukammallikka intilish. Mukammallikka intilish albatta. Zo'r bo'ldi. Demak, ijodkor bo'lish kerak.
tizimga tizimlashtirishni bilish kerak. tizimlashtirishni bilish, sistemshik deydi buni ruschada, va menejmentni zo'r tushunish, boshqaruvni. Boshqaruvni. To'g'rida, mana hozir siz shunaqangi mutaxassislar ishlaydigan bo'limlar haqida aytib berdingiz. Masalan, SolidWorksda injener ishlaydi, konstruktor injener ishlaydi, to'g'rimi? Marketingda marketolog ishlaydi, masalan, sotuvchi ishlaydi. Ya'ni ishlab chiqarish bor bu yerda hali. Bu yerda bitta o'zingiz qila olmasligingiz aniq. Siz bu yerda majbursiz mutaxassislarni boshqarish, ularni topish, to'g'rimi? Demak, hozir men ko'ryapman, siz ancha-muncha ish qilib qo'ygan ekansiz. Bularni topish bor, ishlatish bor, zadachalarni to'g'ri berish bor va bularni boshqaruvda nima kerak? Men tushunishim bo'yicha ilm kerak, to'g'rimi? Juda katta ilm kerak. Siz institutdan boshqa yana qayerlardadir o'qiganmisiz yo nimadir kitoblar o'qiysizmi ko'p? Ha, albatta, shuni yo'nalishda ham kitoblar o'qiladi. Ko'p kitob, nechta kitob o'qigansiz? Endi uni kitob o'qiganimni sanamaganman. Agar aynan shu yo'nalish haqida gapiradigan bo'lsak, kam emas. Mana shu bitta nima aytib ketay. O'zi bu videoni oxirida berilishi kerak bo'lgan savol, lekin men kitob haqida mavzu ochilgandan keyin aytaman. Mebelchilarga kitob tavsiya qiling, 3 ta. Xo'p, mebelchi qanaqa mebelchi? Ishlab chiqaruvchimi yo oldi sotisi ham bor-da uni. Katta mebel kompaniya quraman degan insonlar uchun. Shunaqa maqsadi bor insonlar uchun. Xo'p, birinchi kitob bu Ilyahu Goldrattning Tsel kitobi. Avtorini yozib olaman, maylimi? Ilyahu Goldratt. Ilyahu, agar to'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lsam, Ilyahu Goldratt. Tsel degan kitob. Uni 3 ta qismi bor. 1, 2 va 3-qismi nomi boshqacha. Bu aslida avtori bitta. Va nima uchun 3 ta qismda bo'lgan? O'sha personajlar davom etib ketaveradi. Birinchi qismi o'sha endi g'arbda shunaqa deyishadi, ishlab chiqaruvchining bibliyasi deyishadi bu kitobni. Har bir ishlab chiqaruvchi o'qishi shart bo'lgan kitobdan o'sha top 3 bo'lsa, ulardan bittasi shu. Ikkinchisi bu ikkinchi qismida ko'proq o'sha adashmasam ancha bo'ldi o'qiganimga, o'sha savdo sotiq qanaqalari yozib chiqilgan. Birinchisi ikkinchi qismida retail, uchinchi qismida ham shu nima deydi, savdo bilan bog'liq bo'lgan. Hozir endi esda yo'q, lekin shu kitoblar 100% nima deydi, must have bo'lgan kitoblardan biri. O'qimagan odam sohaga kirmasin deydigan kitob deb, to'g'rimi? Ikkinchisi yaqinda unda o'sha esimda bor, o'qib bitirgan kitobim. Avtor adashmasam tekshirib qo'yish kerak, Robert Greene bo'lish kerak. 48 законов власти degan kitob bor. Juda hozir menga kitob. Aziz ekan kitob sovg'a qildiradi yaqinda. Azizga men tavsiya qildim shuni. Ya, Законы человеческой природы ekan. Ya, bu boshqa ekan. Robert Greene mana bu kitobni tavsiya qildim. U ham bo'lish kerak, bir ko'rish kerak, esimda yo'q avtori. Endi men kitobni ko'pincha oxirgi payt anaqada o'qiyman, nima deydi, audio kniga qilib o'qiyman. Sababi ishdan uyga o'ziga taxminan bir soat vaqt ketadi. Kunida demak 2 soat vaqtim bor samoobучениyaga. Undan asosiysi o'sha kitob o'qish bilan o'tadi. Chunki probkalarda turiladi, boshqa turiladi, 1 soatda har kuni 2 soat vaqtim bor. Mana shuni asosan yangiliklar, dunyo yangiliklari va o'sha samoobучениyaga deb qilinadi. Va 3-kitob. 3-kitob. Hozir bittasi umuman ishlab chiqarishga oid bo'lgan kitob bo'ldi, to'g'rimi? Birinchisi maqsad, sell degan kitob. Ikkinchisi menejmentga aloqador kitob. Uchinchisi sotuvga aloqador kitob. Mana marketing sotuvga aloqador deyolmayman-ku to'g'ridan to'g'ri, lekin mana Elon Musk haqida uni ham yaqinda o'qib bitirdim. Endi birinchi bo'lib esga kelayotganlar, oxirgi o'qiganlaringiz bo'ladi. Juda qiziq menga yoqdi. Marketing bo'yicha, menejment bo'yicha, savdo bo'yicha juda ko'p foydali narsalar olsa bo'ladi shu kitobda. Zo'r. Kitob nomi Elon Musk va uning biografiyasi. Men haligi bu yil o'qiyman degan kitoblarim ichida bor edi. Uni o'qiyman dedim. Nimaga? Chunki Elon Musk haqiqiy sotuvchidir aka. Uni albatta o'qishingiz kerak. Rahmat aka, kattakon. Azizlar, mana ko'rib turibsiz. Katta kompaniya qurish uchun
Ya'ni pul topish uchun deydi odamlar, ilm kerak emas deydi. Bu fikrga qo'shilaman. Pul topish uchun ilm kerak emas, chunki mana shunaqa tanishlarim bor. O'zbek alifbosini to'g'ri aytib bera olmaydi, lekin puli ko'p. Misol uchun yaxshigina sovg'alar qilib yuradi do'stlariga. Lekin mana katta kompaniya, katta marralarni zabt eta oladigan, butun dunyoni lol qoldira oladigan kompaniyalar qurish uchun demak ilm olish, kitob o'qish shart ekan, to'g'rimi? Albatta. Rahmat kattakon. Suhbatimiz to'g'risi yuqorida boshidan aytib o'tdim, bizning suhbatimiz kam bo'lmaydi. Siz vaqtingiz bemalolmi? Bemalol. Rahmat kattakon. Demak, keyingi mavzularga o'tsak, endi bir 4 ta mavzuni gaplashamiz, 4 ta 5 ta mavzuni. Hali ko'p. Avtomatizatsiya o'sha haqida ham aytib bering. Avtomatizatsiyaga nimalar kiradi, nimalar qilishimiz kerak? Avtomatizatsiyasiz bugungi kunda bir qanaqadir kattaroq, qanaqadir bir garajda производство qilishingiz mumkin, lekin uni kengayman desangiz, avtomatizatsiyasiz tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Buni biz Aykoda birinchi kundan tatbiq qilganmiz. Endi bizning korxonada bugungi kunda avtomatizatsiya juda ko'p. Har bir jarayon avtomatlashgan deyarli. Uni dasturlari ham har xil. Misol uchun task manager bor, task manager alohida. Ya'ni bir har bitta xodimni o'sha telefonidan tortib kompyuterigacha o'rnatilgan har bir vazifa faqat shu task manager orqali keladi. U prikaz darajasida o'rnatganmiz. O'zini deadline'lari bilan, o'zini o'sha описаниялari bilan, ya'ni shu vazifalar faqat task manager orqali. Task managerga qisqacha ma'lumot berib, ifodalab ketsangiz, izoh berib ketsangiz. Misol uchun xomashyo zakupi. Xomashyo orqali, misol uchun hali ishlab chiqaruvchi начальник производства nimaga, снабжениyaga nima beradi? Odatda bu qog'ozlarda hal bo'ladi. Qog'ozlarni hammasiga yig'ishtirganmiz. Faqat shu programma orqali spesifik beriladi, srok beriladi, bu yerdan tasdig'i, boshqasi, narxlari hammasi o'sha yerda. Sir bo'lmasa qaysi programma? Bitrixda qilinadi. Bitrixda. CRM sistemasi ham qo'yilgan. U qaysi? Bitrixdami yo? Hammasini aytib berish kerak. Bitrixda qilingan. O'sha Bitrix o'zida bir nechta varonkalar qilib qo'yilgan, boshqa qilingan. Bitrix ham task manager ham o'sha CRM sistema vazifasini bajaradi. Ishlab chiqarish tizimi, qolgan jarayonlar, sklad bormi, boshqa bormi, u 1S da yo'l qo'yilgan, hammasi avtomatlashgan. O'sha xom ashyo kelib tushishidan tortib, uni toki mashinaga yuklab отгрузка qilgunimizgacha har bitta jarayoni 1S da ko'rinadi. Har bitta jarayonning o'zini ishtirokchilari bor. Shu ishtirokchilarning o'ziga yarasha vazifalari bor, boshqasi bor. U tizim 1S da avtomatlashgan. Undan tashqari o'zimiz yasagan dasturlar ham bor. O'zingiz kodini yozdirganmisiz noldan? Yoki noldan kodini yozib Yo'q, kodni yozishni men bilmayman, lekin tezasini. Yo'q, yozdirganmisiz? O'sha dasturchilarni chaqirib o'zimiz yozdirganmiz shu programmalarni. Ya'ni u ko'proq o'sha ishlab chiqarish jarayonidagi o'zimizga xos bo'lgan bir jarayonlarni o'zi kalkulyatsiyasini, o'zi bir hisob kitoblarini, qanaqadir motivatsion KPI momentlarini o'zi hisoblab beradi. Hozir shu haqida menga mana chekki chiqarib ko'rsatib berdingiz-ku. O'shani joyiga borib ko'rsatib bera qoling, mayli? Bo'ladi. Biz yaratgan dastur, o'zimiz noldan qilganmiz bu dasturni, dasturchilar bilan. Xo'p, buni o'zi aslida tarixi juda qiziqdi. O'shani aytib bering. O'sha boshida boshlanganda ko'rib turganingizdek, mana misol uchun mana mebelda har xilda. Ishchilar buni to'qish kerak, misol uchun buni olib to'qishadi, bu osonroq, bu qiyinroq. Misol uchun buni kuniga ikkita qilish kerak bo'lsa, qila olsa agar bundan kuniga bitta qiladi, balki 2 kunda bitta yasaydi. Shuning uchun murakkab va oson mebellarni to'g'ri taqsimlash uchun bir nima kelgan edi, bir ideya kelgan. Va uni birinchi bo'lib shu so'rashganida haligi sport lotoni barabaniga o'xshagan narsani ichiga Kinder syurprizni plastiklarini qo'yib, ichiga qog'oz qo'yib, o'shanda aralashtirib berganmiz. Odamlar bismillah deb olib, ichidan zadaniyasini ko'rib,
u narsa bo'lgani endi adolat bo'lishi uchun, hammaga bir xil bo'lishi uchun u narsa ozgina ishladi, sababi ozgina nima deydi, insoniylik, Ha. o'zbekchilik. o'zbekchilik bo'lib ketdi. Undan keyin Yaqiniga yonbosdi. ko'rgandan keyin, bilib qolgandan keyin endi ularni misol uchun rahbarlari, boshqalari, ish beruvchilari ozgina kelishuv boshqacha bo'lib ketgandan keyin shu narsani tushundikki, buni dasturlash kerak, uni nima deydi, raqamlashtirish kerak deb nima qildim. O'shanda dasturchilarni, shu programmistlarni chaqirib, Barabanni dasturga o'tkazish. birinchi bo'lib o'sha Android приложение qildik. U faqatgina o'sha taqsimlash vazifasi bo'lardi. Ya'ni mana mahsulot kimga tushadi, mana mahsulot kimga tushadi. Qaysi ishchi nima vazifa bajarishini, qaysi mebelni yasashini taqsimlab beradi. Random bunaqasida. Endi uzr, tushunishim bo'yicha, demak, sizda сдельный, ya'ni qilgan ishiga Albatta. nimadan kelib chiqib oladi? Metrimi yo? Kilosiga qarab to'lanadi. Ha, mana buni kilosi. Ha, o'sha ratanga bu yerda misol uchun 4 kilo, nari yoqda 1 kilo, mana bu yoqda 10 kilo bo'lishi mumkin. Mana bundan masalan 4 kilolik Bir kunda qilib qo'yish mumkin 4 kilolik. Mana bu murakkab bo'lgani uchun bir kunda 1 kilolik qilish mumkin. Shuning uchun haligi shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun buni adolatli taqsimlovchi bir dastur o'zimiz ishlab chiqarganmiz. Keyinchalik uni mukammallashtirib mana shu holatga kelganmiz. Ya'ni qanaqa ishlaymiz? Ko'rsataylik, keling. Mana har bir ishchi keladi, misol uchun ishlayotgan sexini Assalomu alaykum. tanlaydi. Yaqin odam. Qanaqa deydi, shunaqami? Voice force bering, mana tanlaydi odamni. Fatima opa kim bo'lib ishlaysiz? Ahmet'te brigadir o'taka bo'lib ishlayman. Otaka 5 yildan beri. 15 yildan beri ishlaysizmi? Ha. Aykoni mana birinchi kundan beri o'kuna bular boya aytdim-ku Deko deb. Ha, dekoni ishlab chiqarishda qatnashgan. 100% razraботkalarida o'zlari qatnashganlar. Siz rozimisiz? Qo'y, endi bitta ko'rsating. O'quvchining ism familiyasi bor, o'zini ismiga kiradi. Qimmatli bo'lsa kiradi. Mana bu yerda najmiy sudya deganda ism familiyasi chiqib. Men bosadi, o'zi baravar aylantirib chiqarib beradi ichkiga. Bu yerda ism familiyasi, olayotgan mebelning nomi hammasi ko'rinadi. Ha, mana bu kresloni oladi, to'g'rimi? Shuni o'qiydi. U randomli, har kuni har xil tushishi mumkin odamlarga, bilmaydi nima tushishini, to'g'rimi? Va bu adolatli bo'ladi. Nima bo'lsa, o'sha tushadi. Bu keyin haligi oblakada tizimga tushadi serverda. Va primoy buxgalteriyaga boradi. Buxgalteriya hisoblab o'tirishmaydi, o'zi u ham matematik KPI qilingan. Oyliklarni ham o'zi hisoblab tashlaydi. Oylik o'zi hisoblaydi. Zavodda oyligi shu yerda. O'sha svarchiklarimiz bormi, boshqasi bormi, to'quvchilar hammasi mana shu sentralniy anaqasi shu yerda. Bunga yana har xil motivatsion KPI'lar ulangan. Masalan, mana bor. Bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerda jadval qilingan. Bu yerda har kungi plan ishchilar ko'radi, planni bajardimi yo'qmi, personallar har bittasi ko'rsatilgan. Yashil bo'lganlar nima? Yashil bo'lganlar o'zini planini bajargan, qizil bo'lganlar planini bajarmagan. Bu jadval orqali ham eng yaxshi ishchini o'zi tanlaydi, tizim shunaqa qilingan. Eng yaxshi brigadani tanlaydi, u mukofotlanadi. Keyin yana bir qiziq narsa qilganmiz, liga qilganmiz. Bu chempionat. Shu futbolga o'xshab 1 yilda bir marta yig'ib kelinadi. Bular topshirgan o'sha qilingan kilolari ball hisoblanadi va o'sha premiya qilib 1 yilda bir marta o'sha ligasiga qarab bir nechta odamlar mukofotlanadi. Bundan sabab maqsad nimaki? Shunga qarab odamlar har kuni ko'radi. Qanaqa ishlagan bo'lsa, ko'p ishlasa o'sha birinchi o'ringa chiqadi. Yana undan yaxshiroq ishlaydi, o'zi birinchi o'ringa chiqadi. Ya'ni shu har kuni odamlarni rag'batlantirish. Rag'batlantirish uchun mukofot nima bo'ladi? Pul albatta. Puli eng yaxshisi pulmi? Eng yaxshisi pul. Shu tizimlar hammasi bitta tizimga qo'yib, o'zimiz ERP deyiladi-ku, biz o'zimiz bir mini ERP yasaganmiz. O'zingiz yasagansiz. Noldan tizalarni berib, tizasini o'zimiz yasaganmiz. Necha yil vaqt ketdi? Bu narsa har yili takomillashadi. Mana bu yil ham yangiliklar qo'shilyapti. Har yili bir narsa qo'shamiz. Kaizen. Aytgancha, ma'lumot Kaizen validat qilingan, ya'ni tatbiq qilingan Aykoga. Birinchilardan bo'lib.
4 yil oldimi, 5 yil oldin eshitdim shekilli. ancha oldinda bunaqaga indoor mebelimizga kayzenni tatbiq qilganmiz. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Zo'r. Demak, Farhod aka rahmat. Maza qildik. Zo'r ish qilgan ekansiz. Albatta bu uzoq ancha mehnat talab qiladigan narsa, to'g'rimi? Kuniga necha soat ishlaysiz? Hech hisoblamagan ekanman. Shu ertalabdan toki endi 6gacha xodimlar bo'ladi. Xodimlar ketgandan keyin ozgina o'zimga vaqt ajratib, o'sha kun davomida qilmagan narsalarni Ofisda o'tirib. ofisda Har kuni ishga kelasiz. har kuni ishladim. Nechida? Har xil endi 9-10. Lekin 9 misol uchun o'rtacha 9-9:30 dan 7-8 gacha yerda bo'lasiz. Kamida. Qoyil. Mana bu narsalarni mehnatsiz qilib bo'lmaydi-da, to'g'risi. Men hozir ko'ryapman. Bu yerda misol uchun bizda mana bunaqa mana materializm bo'lib qolganda, zo'r fabrika degani ani chiroyli qilib qo'ygan, umuman hali chang yo'q, misol chang bo'lmasligi kerak, mayli. Ani remonti zo'r bo'lishi kerak, avtoparkovkalar zo'r bo'lishi kerak, ani tashqarisiga travertin qilingan bo'lishi kerak. Mana shunaqa narsa tushunib qolinadi-da. Ustini ko'ra zo'r. Lekin mana men hozir ochiq ayta olaman. O'zbekistondagi top 3 ta mebel fabrikani ichiga Ayko aniq kiradi. Rahmat. Balki birinchi o'rindir. Mani fikrimda. Agar bilsanglar yozinglar. Tizimlashtirish, avtomatlashtirish va boshqaruv, sotuv bo'yicha Ayko O'zbekistonda menimcha Markaziy Osiyoda birinchi o'rinda turadi. Markaziy Osiyoda aniq. Markaziy Osiyoda. Yo'q, jiddiy. Masalan, men Tojikistonda bo'ldim, Qirg'izistonda bo'ldim. Bunaqa kompaniyani bu misol uchun betakalluf deydi, ya'ni siz bilan o'tirganim uchun aytmayapman, o'zim hamma yoqda aytib yuradigan gapim. Haqiqatda Ayko ancha oldin. Buni men qayerdan bilaman? Mana marketing mavzusiga ham kirsak bo'ladi. Marketing mavzusiga ham kirsak bo'ladi. Sotuvga e'tibordan tushunyapman-da buni. Masalan, men tushunishim bo'yicha sizlar birinchilardan bo'lib YouTube'da sahifa yurg'izishni boshlagansizlar, mebel kompaniyalari ichida. Kanal ochganmiz, ancha bo'ldi. O'sha paytda bir fikr kelgan, ya'ni o'sha televideniyani borgan sari kuzatuvchilari kamroq, o'sha YouTube'da, internetda kuzatuvchilari ko'proq, hamma o'sha yerda, ayniqsa yoshlar. Endi bizani o'sha целевой auditoriyamiz asosan yoshlar bo'lgani uchun o'sha yerda YouTube'da bir sahifa ochib yuritish bir fikr paydo qilgan, o'shanda paydo bo'lgan. Xo'p, endi u yerda juda ko'p hali ideyalar hali nima qilinmagan, ro'yobga chiqmagan. Aslida o'sha YouTube'da qilgan proyektlarimiz ham borib, obzorini qilib, ko'rsatib berib, maksimal darajada ma'lumot berib, chiroyli shu nima bilan kuzatuvchilarga taqdim qilganmiz. Bu narsa yoqqan. Shu formatda, lekin biz qilganimizdan keyin ko'pchilik qilishni boshlashdi. Aynan shunaqa formatdagi obzorlar. Shu Marketing va sotuv mavzusida ko'proq gaplashsak ham bo'ladi, aka. Masalan, hozir men ko'rayotganim e-commerce deydimi? E-commerce deydi, ya'ni elektron savdo. Sizlarda hozir men tushunishim bo'yicha veb-sayt bor, mobil ilova ham bor, menimcha. Yo'q, mobil ilova hali qilganimiz yo'q. Yangi veb-sayt qildik. Yangi veb-sayt. Ko'rsatsak bo'ladi. Mana. Xo'p. To'g'ridan to'g'ri sotib olish mumkin edi. Albatta, yangi veb-saytimizning juda katta nimalari bor. U o'sha marketplace tipida qilingan. Ya'ni kirasiz, joyida to'lov qilasiz, joyida dastavkani rasmiylashtirasiz, joyida rassrochka olsangiz bo'ladi. Mana bir nechta partnyorlarimiz bor, rassrochka taqdim qiladigan, o'shalar bilan joyida rasmiylashtirib, veb-saytingizda ichida xullas ishingiz bitadi. Bir veb-sayt qildik. Ichida hozir mana AR bor, ichida turli xil funksionallari bor. Mana yaqindan boshlab ishga tushdi, almashtirdi. Qoyil. Demak, bu to'g'risini aytaman, ayni vaqtda ish berishi past bo'lgan, ya'ni foyda keltirishi ehtimoli kam bo'lgan yo'nalish. Veb-saytda sotuv, to'g'rimi? Chunki yoki yaxshi daromadga chiqildimi o'zi? Yo'q, bizada
kelajak demoqchimanda bu. Albatta bu kelajak bo'lgani bilan baribir ham bizada asosan to'g'ridan to'g'ri ro'zniца sotishimiz bu onlayn. O'zimizning showroomimiz yo'q. Faqat partnyorskiy nimalar bor. Dilerlar. Dilerskiy showroomda o'zimizning showroomimiz yo'q. Bo'lgan borini yopib tashlaganmiz. Faqat onlayn sotamiz. Shuning uchun bu onlayn sotuv uchun eng muhim instrumentlardan biri veb-sayt. Veb-sayt bo'lgandan keyin u mukammal zo'r bo'lishi kerak. 6 oy mehnat qilib mana shu saytni yaratdik. 6 oylik mehnat. 6 oylik mehnat. Bundan oldin ham saytinglar bor edi o'zi. Bor edi. Sotib olish nimasi yo'q edi, to'g'rimi? Bor edi. Bu yerda ham endi u zamon talabiga javob bermay qoldi deb bizning fikrimizcha. Zo'r. Demak, AR, VR bor. Bu VR bo'yicha endi sal tashlab qo'yganmiz, to'g'risini aytganda. Birinchi shuni yaratdik, virtualniy showroom qildik. Birinchilardan bo'ldi. Maqsad birinchi bo'lib mebelchilanishida birinchi bo'lib qildi u. Endi shunaqa formatda. U format qanaqa? Ichida yurasiz, ko'rasiz, ya'ni mijoz va sotuvchi bemalol mijoz uyda chiqmasdan shu divandan turmasdan turib, o'sha planshet bo'ladimi, mobilniy telefon bo'ladimi, kompyuter bo'ladimi, o'sha kerakli sahifaga kirib, bemalol bizani o'sha showroomimizdan aylanib chiqishi mumkin. Va bu yoq tarafdan sotuvchi bilan bemalol muloqot qila oladi. Ya'ni misol uchun mebelini qo'yib beradi, rangini o'zgartirsa, rangini joyida o'zgartiradi. Shunaqa bir imkoniyatga ega bir nima qilingan. VR showroom qilingan. Zo'r. Ko'rganimda menga ham shu payt emotsiya bergan. Endi to'g'ri, endi VRda bizdagi shu kuni ham gaplashdik, internet tezligi sababli uni kачествосini, ya'ni sifatini oshirish hozircha biroz qiyinroq. Bu proyektni tashlab qo'yganimizning sababi ham shu, afsuski internet bizning mamlakatimizda tez emas va stabil emas. Shuning uchun hozircha bu proyekt muzlab turibdi. Pauzada turibdi. Lekin bor bu narsa qilingan. Kelajakda albatta uni davom ettiriladi, to'g'ri. Endi bir tomoni mana IKEA necha yildan beri shunga harakat qiladi VRga, lekin hali to'liq misol o'tib ketgani yo'q. Balki ular ham pauzadadir, chunki hozir IKEAda endi AR bor. Bu narsani biz ham qildik. Ya'ni o'sha xonadoningizda xohlagan burchagingizga telefoningizni qo'yib turib, o'sha mebel bo'lsa, mana shu jurnalist stolik bo'lsa, o'shani qo'yasiz, ko'rasiz, o'zini birga bir masshtabida bemalol aylantirib, ko'rib, keyin xarid qilsangiz bo'ladi. Bu narsa yangi saytimizda bu narsa bo'ladi. Xo'p, juda ham zo'r aka. Bularni, ya'ni e-commerce rivojlantirish uchun fokus qanchalik muhim? Masalan, qancha miqdorda fokusingizni qaratasiz bunga? Endi e-commerce mana savdo bo'limimiz turlicha yo'nalishlarga bo'lib chiqilgan, komandalarga bo'lingan. Shunchaki sales emas. Misol uchun B2B alohida, B2B yo'nalish, eksport yo'nalishi alohida, B2C yo'nalishi alohida, e-commerce alohida va B2 partners bor. Endi ikkita katta yirik partnyorimiz bor. Bu Eman bilan, shu Dafna bilan Home Market. Ularga alohida key account qo'yilgan. Ya'ni mana shu 5 ta segmentdan iborat bo'lgan bitta katta sales bo'limi. Ulardan biri e-commerce. Va hozirgi kunda endi raqamlar bo'yicha hozircha eng kichkinasi. Chunki e-commerce bizda nima, Uzumda bormiz, Ozonda bormiz va Wildberriesda bormiz. Voy. Endi OLX ham bor, boshqasi bor. Endi ular sal kamroq. Wildberriesda ham shu yerdan to'g'ri Rossiyaga ham sotib olamiz. Yo'q, Wildberriesda Ayko bor. Ayko nomi bilanmi? Ayko nomi bilanmi? Ayko mebel deb qidirsangiz chiqadi Wildberriesda. Moskvadagi narxini shu yerdan turib ko'ra olasiz. Moskvadan zakaz qilsangiz borib turamiz u yerdan ham. Bitta savol berishyapti. Buni men yaqinda savol-javob o'tkazdim-da Instagramda. Shunaqa 700 ga yaqin xodimi bor kompaniya rahbari bilan suhbat bo'ladi, savolinglarni beringlar deganimda, deyarli 5-6 kishi shu savolni berdi. Shuncha ish qiladigan mutaxassis xodimlarni qayerdan topasiz va qanaqa tarbiyalash mumkin? Mutaxassislarga keladigan bo'lsak, bizda ikki xil podxod bor. Men shaxsan o'zim har doim ikkita podxod ostida nima qilaman, fikr yuritaman. Ya'ni birinchisi bu tayyor mutaxassis. Tayyor mutaxassis keladi, joyida sizga natija beradi. Narga albatta yaxshi bo'lsa mutaxassis. Joyida sizga natija beradi, lekin u qimmat bo'ladi. Bunisiga tayyor turishingiz kerak.
yoki bo'lmasa undan uzunroq yo'l bor, ya'ni o'zingiz tarbiyalab olasiz. Mutaxassis olib, unga maksimal darajada uni o'qitib, tarbiyalab, keyin undan mutaxassis yaratsangiz bo'ladi. Shuning uchun bizada shu ikki xil yondashuv, yo tayyori, yo o'zimiz o'qitib olamiz. Qaysi biri osonroq, qaysi biri yaxshiroq? Samaraliroq deylik. Ikkalovi ham yaxshi, joyiga qarab, paytiga qarab, imkoniyatga qarab Tanlashni bilish kerak ham muhimi. ishlatiladi. Eng asosiysi biz har doim aytadigan gapimiz, men shaxsan aytadigan gapim shuki, inson zo'r mutaxassis bo'lishi mumkin. Lekin yaxshi inson bo'lmasa, hech qachon nima deydi, bir yoqadan bosh chiqarib ishlay olmaysiz u bilan. Lekin yaxshi inson bo'lsa, undan mutaxassis yasab olsa bo'ladi keyin. Yaxshi inson deganda nimani nazarda tutdingiz? Yondashuvi, ishga bo'lgan munosabati, hayotga bo'lgan munosabatlari, uni bir qanaqadir qadriyatlari, shulari joyida bo'lishi kerak. Ha, qadriyatlar juda ham zo'r. Suhbatdan o'zim maza qilyapman aka. Keyingi savolga o'taymi yoki bu mavzuda yana? Yo'q, bemalol savolingizni beravering, xohlaganingizda. Farhod aka, hozir mana fabrikangizda robotni ko'rib qoldim. U robot nechta odam ishdan bo'shatib yubordi? Nechta odam o'rniga ishlayapti? Yo'q, aslida robot hech kim ishdan bo'shatgani yo'q. Faqat shunchaki bizga raqamlarga raqam qo'shib berishdi. Robotga berilgan ishni o'sha undan bo'shagan odamlarni boshqa ishga tashladik. O'shaning uchun odam soni kamaygani yo'q. Ha. Faqat samara qo'shildi, sifat oshdi, samara oshdi. Shu o'zi maqsadim shu edi. Gap yo'q. Men hozir tushunishim bo'yicha bunaqa robot qo'ygan birinchi fabrikalardan birisiz. Endi qo'yishyapti. Bizda endi robot svarshik, uni ustiga lazerная резка bor. U ham robot. Xohlasangiz ko'ramiz. Mana o'sha robot. Aka, narxini ayta olamizmi? Narxini? Ha. Narxini nima qilasiz? Hali usumini yeyin deydi, bog'ini surishtirib. Bu Xitoy ekimi? Xitoy nachinkasi yaponskiy. Endi bu haqida aytib bering qisqacha. Robot svarshik. Charchamaydi. Otpuska chiqmaydi, oylik so'ramaydi. Qorong'ida ham ishlaydi, qishda ham, yozda ham, sovuqda ham, suvda ham. Shu qarab olmaydi bunga haligi soat. Voy aka, taqmaysizmi? Zo'r. Kadrlarni ko'rsataylik, menga juda ham yoqdi. Hop, buni ustunligi yuqori aniqlik, sifatli bo'ladi va juda katta ob'yomda kuniga ishlab chiqara oladi. Insondan ko'ra ancha ko'p ishlab chiqaradi. Endi charchamaydi. Bu qanaqa hisoblanadi? Lazerli leska deymiz. Ya'ni trubalarni kesganda qo'lda emas, lazerda kesiladi. Yuqori aniqlikka ega. Ya'ni trubaga qo'yib keyin haligi robot va anaqa svarka qilganida o'sha yuqori aniqlik o'sha millimetrgacha hammasini keltirib beradigan. Bundan tashqari modda bo'ladigan hamma svarkalar bizda bunaqa lazerli svarkada bo'ladi. Buni afzallik tarafi shundaki, bu oddiy svarkadan ancha shoflari aniqroq chiqadi, o'sha akkuratliroq chiqadi, chiroyli chiqadi va baquvvatroq chiqadi. O'sha baquvvatlik haqida so'ramoqchi edim. Narigi svarkadan ko'ra bu baquvvatligi bo'yicha lazerni temperaturasi yuqoriroq. Endi o'zi nastroyka qilsa bo'ladi, o'shanga qarab bu o'sha juda nozik shoflar uchun mana shu lazerli svarkadan foydalanadi. Lazerli svarka endi sal zamonaviyroq, keyingi levelda bu. O'shanga hozir to'liqona mana shu vaziyatga o'tganmiz. zo'r ekan, aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Robotni IQda ko'rishim meni rosa xursand qildi. Xo'p, demak, bu AI mavzusiga kirsak, misol uchun sun'iy intellekt.
sun'iy intellekt yordamida boshqariladimi yoki G kod dasturlangan sun'iy intellekt baribir bog'liq o'tga yoki sun'iy intellekt Ayko korxonasini batafsil bog'liq joyi bor o'zi aslida. yo'q Yaqinda ham hazil qilishda Aykodagi birinchi ikkita harf AI, ya'ni o'sha sun'iy intellekt. Boyagi savolingizda bir ustunliklaridan biri deb o'ylayman. Mana yaqin bir 1-2 yil ichida korxonamizda ayniqsa o'sha menejmentda boshqaruvda juda keng ko'lamda искусственный intellektni tatbiq qilganmiz. Har bir jarayonga. aytib bering shu haqida. Okey. Hozir mana savdoda bor albatta. Qayerda bor savdo? Savdoni Albatta endi tijorat siringiz bo'lmasa aka. endi analitikasida bor va eng muhimi mana ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilsangiz, birinchi bo'lib sizni искусственный intellekt kutib oladi. Yo'q-e? Javob beradi. Hozir yozsam sun'iy intellekt bilan gaplashaman. Endi u bog'liq. Misol uchun uni yoqamiz, kerak paytda o'chiramiz. Ya'ni o'sha menejerlar bo'lgan paytda u o'chib turadi. Baribir odam javob berganda yaxshi. Lekin menejerlar bo'lmagan paytda o'sha yoqib qo'yiladi funksiyasi. Sun'iy intellekt bilan gaplashasiz. U o'qitilgan. Hammasi o'shalik katalog bo'yicha, tovarlar bo'yicha, ranglari bormi, boshqasi bormi, hammasi o'qitilgan. Undan tashqari analitikani to'liq AI da qilamiz. AI ga topshirilgan. Topshirib qo'yganmiz. O'zi AI ni tatbiq qilganimizdan keyin mana assistentga, keyin o'sha производственный personallarga hammasiga berilgandan keyin birdaniga keskin darajada ko'p narsa o'zgardi-da. Odamlarni qiladigan o'sha отчеtlari, qanaqadir hujjatlari keskin darajada o'zgardi. O'sha saviyasi oshdi, boshqa bo'ldi. Shuning uchun o'zi AI bilan juda nima deydi, yaxshi qaraymiz, juda ijobiy qaraymiz. Yaqin hamkorlik qilamiz. Yaqin hamkorlik qilamiz albatta, chunki ko'pchilik salbiy munosabat bildiradi. AI orqasidan aytgandek nima ham bo'ldi bizda? Marketing yo'nalishida grafikani ham ko'p qilamiz AI da. Hozirgi paytda bu narsa juda katta yordam beryapti. Katalog ishlab chiqarishda ham, boshqasida ham. Xullas, Aykoda AI juda keng ko'lamda ishlatiladi. Gap yo'q. Mebel kompaniyasida AI ishlatilishi bu zo'r natijada. Bizda muammo shundaki, aka, men sizning ham fikringizni bilmoqchi edim. Mebel desa, hunarmand, changi botib ishlab yuradigan odam, umuman bir dunyodan uzilib qolgan, faqat yog'och bilan ishlaydigan inson ko'z oldiga keladigan bo'lib qolgan edi-da odamlarni. Mana hozir shu stereotiplarni buzilishiga Ayko yordam beryapti, xudo xolasa. Bu suhbatimiz ham umid qilamanki, mana shu stereotipni buzilishiga yordam beradi. Xo'p, aka, endi keyingi mavzuga o'tsak bo'ladimi? AI o'zi chuqur mavzu lekin. Juda. Hozir gaplashsak, ertalabgacha gaplashamiz. Men juda yoqtirgan mavzu. ChatGPT bilan ko'p gaplashyapsiz? Juda. O'shaning uchun u haqida gapirsak, soatlab gapirsa bo'ladi. Keling, yana boshqalarda ko'rmagan bitta tomonim haqida gaplashsak. Bor boshqalarda ham, lekin bu darajada emas. Chunki men aynan hozir so'z boradigan bo'limdagi bir xodima ayol bilan gaplashdim. Ya'ni OTK, sifat nazorati bo'lim. U keyin aytdilarki, hozir men mamnaqa tekshiraman, bular hammasini aytib berdilar-da. Mendan keyin yana bitta odam bor deyaptilar-da. O'ylayapman, ikki qavatli, ikki bosqichli tekshiruv nimasi bor. Bir necha bosqichli o'sha OTK tizimi qo'yilgan, ya'ni отдел технического контроля. O'sha boyagi aytgandek ISO 9001 sertifikatimiz bor. Bir necha yildan beri o'sha audit bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shu orqali shu tizimni juda mukammal qo'yganmiz. O'sha noldan boshlab, o'sha xomashyodan boshlab toki отгрузка qilgunimizgacha har bir etapda o'zini mutaxassislari bor, o'zini kontrolyor deymiz, shu kontrolyorlari bor. O'sha boshidan xomashyo kelganda xomashyoni sifatini tekshiriladi, keyin uni o'shalik karkas yasalsa, karkas tekshiriladi, bo'yog'i tekshiriladi. Keyin o'shalik haligi rotangoviy nitkani ham o'zimiz ishlab chiqaramiz.
unda alohida mutaxassis, xullas bir bu katta bir bo'lim, bir 8-9 odamdan iborat bo'lgan katta bo'lim har bir etapda bor. Har bir bosqichda. Bizani sifatni- o'zi yondashuvimiz qanaqa? Misol uchun ratang mebeli, endi mana bu qolgan mebellardan farqli joyi shundaki, u o'sha handmade, qo'l bilan qilinadigan narsa. U yerda qo'l bilan qilingandan keyin, qo'l mehnat bo'lgandan keyin u mebelda baribir qanaqadir farqli joylari bo'ladi. Misol uchun ikkita bir xil narsani qo'ysangiz ham orasida farq bo'lishi mumkin. Chunki buni bitta odam qilgan, buni boshqa odam qilgan. Uni stanok yasamagan, uni haligi nima deydi, robot faqat karkasni yasab beradi. Usti to'qilishi baribir o'sha inson mehnati bilan bo'ladigan narsa. Lekin bizani talabimiz shu hali standarti производства degan alohida hujjatlarimiz bor har bitta etap uchun. Mana shu hujjatda yozilganki, har bitta o'sha to'qilgan guli, har bitta o'sha qatorlari, har bitta o'sha hali teksturasini bular hisoblab chiqishadi. Ya'ni to'qilganda bunaqa robik qilib to'qisa, bittalar hisoblab chiqishadi. Gorizontalniy anaqalari, vertikalniylari nechtaligini. O'shaning uchun juda qiyin. O'sha OTK kontrolyorlarga mebel topshirish juda qiyin, lekin o'rganib ketishgan. Hozirgi kunda o'sha hali protsent возврата braka deymiz. Ya'ni o'sha OTKdan chiqqandan keyin qayta ishlashga topshirilishi juda past darajaga qo'yilgan, ya'ni bir 3% tashkil qiladi. 3%. Bu ya'ni sifat nazoratini kuchaytirilishi bundan oldingi bosqichlardagi ishi yaxshilanishiga ham ta'sir qilgan demak. Albatta, sifat. Birinchi o'ringa sifat qo'yilgan, baribir ham biza endi qolgan mebel korxonalaridan bizning tovarlarimiz sal qimmatroq bo'lishi mumkin ichki bozorda. Sababi shu sifatga juda katta e'tibor berilgan. Shunga yarasha sifatni nazorat qiluvchi o'sha xodimlarning ham soni juda ko'p. O'zimda olib qaraganda AUB deymiz, endi o'sha administrativniy xodimlar 60 tadan ortiq odamni tashkil qiladi. Ya'ni o'sha начальник производства, direktorlar, haligi brigadirlar, ular o'sha nazoratni, boshqaruvni olib boradigan xodimlar soni. Juda ham zo'r aka. OTKdan bunaqa tarzda yo'lga qo'yilgan kompaniyalar rivojlanmasdan boshqa iloji yo'q-da. Chunki eng yaxshi reklama bu sifatli mahsulot degan o'zi men hammaga aytib kelaman. Reklama qilish uchun nima qilish kerak? Sifatli mahsulot berishing kerak. Bu uzoq muddatda bo'ladi-yu, haligi salafanli marketing bilan. Lekin eng yaxshi reklama shu deb hisoblayman-da. Va ISO 9001 standarti sizda bor, to'g'rimi? Bor. Shu haqida o'zi qisqacha aytib bering. ISO 9001 nima o'zi? Bu sertifikat menejmenti kачества deyiladi. Ya'ni o'sha sifat nazoratini o'sha menejmenti haqida sertifikat, ya'ni shu korxonada bu qay darajada sifat qay darajada yo'lga qo'yilganligi haqida beriladigan, har yili kelib audit qilishadi, boshqa qilishadi. Kelib tekshirishadimi? Albatta, tekshiruv juda qattiq. Qaysi davlatnikini olganmiz? Adashmasam Chexiyaniki bo'lishi kerak. Adashmasam Chexiya edi. Shu Vostochnoevropeyskiy davlat edi, aniq esimda yo'q. Xo'p. Qay darajada tekshirishadi? Juda tekshiruv jiddiy. Xodimlarimiz bir oy oldin tayyorgarchilikni boshlashadi, shu hujjat bo'yicha, boshqasi bo'yicha. Lekin mana AI tatbiq qilganimizdan keyin bu ishlar bir haftada hal bo'lib ketyapti. Chunki tanlaydigan hujjatlari ko'p. Standarti качества, keyin texnologik protsesslar, hattoki har yili otsenka riskov degan Riskni baholash. Riskni baholash degan hujjatlarni tayyorlashadi. Ya'ni o'tgan yili qanaqa risklar bo'lgan, bu yili o'sha risklar bormi, yo'qmi, qay darajada ular to'g'irlandi, yangi qanaqa risklar keldi. Misol uchun hattoki dunyoda bo'layotgan mana bu voqealar ham bizga batafsil ta'siri bor. To'g'ri. Hattoki o'sha valyutani o'zgarishi, kursi o'zgarishi, boshqasi hammasi yozib chiqiladi va o'sha SWOT analiziga o'xshab yasaladi. Shu narsalar tekshiriladi hammasi. Gap yo'q. Demak,
ISO 9001 sertifikati bu boshqaruv va mebel ya'ni mahsulot sifatini nazorat qilish, to'g'ri? Boya aytib berdingiz o'sha ISO 9001da mashinalarni bardacho'gigacha kelib tekshirishadi degan. Ha, mashinalarimizni aptechkasigacha tekshirish. Aptechkasigacha, ha. Ya'ni ularni shunaqa nimasi borki, maqsadi borki, faqatgina o'sha sifat nazorati, sifat qonun qoidalariga emas, balki davlat tarafdan ham qo'yilgan bir talablarga bu korxona qay darajada javob beryapti. Shunaqa aspektlarni ham tekshirib o'tishadi. Demak, aka, suhbatimiz juda ham ajoyib bo'ldi. O'ylaymanki, bu videoni ko'rgan har kim uchun suhbat foydali bo'ladi va men aytgan bo'lardim. Shunday katta kompaniyani boshqaryaptilarmi, demak, bularda nimadir bor. Bulardan o'rganish kerak. Va har bir mebelchi, nafaqat mebelchi, har qanaqangi ishlab chiqaruvchi bu videoni ko'rishi kerak deb hisoblayman men. Hozir aytib o'tgan ma'lumotlaringiz mebel endi boshlagan va hattoki ancha-muncha tajribaga ega bo'lgan insonlar ham olib foydasi bo'ladigan, ko'rib foydasi bo'ladigan ma'lumotlar bo'ldi deb o'ylayman. Sizga kattakon rahmat va oxirgi bitta savolni bermoqchi edim. Sizda omborxonani boshqaruvi VMS tizimidami? Yo'q, omborxonani boshqaruvi o'sha 1S o'ziga qo'yilgan. O'sha yerda o'zida alohida skladlarga bo'lganmiz. Unaqa hali u rejada bor. Ya'ni umniy sklad, 3D sklad qilish. U rejamizni aslida karantindan oldin tatbiq qilmoqchi edik. Ya'ni o'sha mikrochiplar orqali, XF chiplar orqali qilmoqchi edik. Afsuski buni mahsa ham qoldi. Uni dasturlari ham tuzilgan hozir aslida. O'sha Android dasturini ham tuzganmiz. Shu nimadir bo'lib qolib ketdi masala. Shuni ham boshqatdan yangilab qilish kerak. Rejada bor. 3D sklad qilish rejada bor. Zo'r. Gap berdik. Xo'p, aka, suhbatimizni yakunlaymiz. Sizga kattakon rahmat va Rahmat. kuzatuvchilarga, yoshlarga o'zingizni 3 ta tavsiyangizni berib, shu bilan suhbat tamomlasak bo'ladi. Tavsiyamiz shundan iboratki, bir ish boshlashdan oldin, bir biznesni boshlash, ayniqsa mebel biznesini boshlashdan oldin birinchi bo'lib ilm, ya'ni shu sohadagi ilmni o'rganish kerak. Ishlab chiqarish o'zini qonun qoidalarini, boshqaruv qonun qoidalarini. Ikkinchisi bu sifat. Sifatda albatta ishlab chiqarish bo'ladimi, savdo biznesi bo'ladimi, sifat birinchi o'rinda bo'lishi shart. Mahsulot sifati va o'sha ko'rsatayotgan xizmat sifati yuqori darajada bo'lishi kerak. Yana biri bu avtomatizatsiya. Albatta, avtomatizatsiyasiz hozirgi bir qanaqadir korxona tuzish, bir qanaqadir biznes qilish juda qiyin, buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun bir muhim uchinchisi bu avtomatizatsiya va tizimlashtirish. Zo'r bo'ldi, aka. Maza qildim. Lekin kamroq bo'lib qoldi-da. Nima yana gaplashamiz? Yana bir bunaqa turdagi videoni yana olishimiz kerak. Endi yana ham bir yaxshiroq tayyorlanadi va bu videoni azlab iltimos qilardik. Mana videomizni ko'rganingizdan keyin o'zingizni fikrlaringizni izohda yozib qoldiring. Qanaqa insightlar olganingiz, nimalarni o'rganganingizni yozib qoldiring. Biz albatta o'qib chiqamiz hammasini. Javob yozmasligimiz mumkin qaysidir o'rinlarda, lekin o'qib chiqamiz. Undan tashqari videoga like bosib qo'yishingiz bizga katta motivatsiya bo'ladi. Biz qilgan mehnatimizni bir natijasini biz o'sha likelardan ko'ramiz. Yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi? Bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da zo'r videolarni xudo xolisa yana Farhod akam ishtiroklarida olishga va'da beramiz. Chunki Farhod akamni hozir qilgan ishlarini, o'rgangan ilmlarini 1000dan birini, 10 mingdan birini oldik deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizga ham katta rahmat aka, vaqtingizni ajratganingiz uchun. Salomat bo'ling, rahmat.